tiqilib qolishda birinchi yordam ko'rsatishni o'rganib oling va o'zgalar hayotini saqlab qoling. Bu qanday sodir bo'ladi? Nafas yo'li va ovqat tushadigan yo'l yonma-yon joylashgan bo'ladi. Inson qachonki ovqatlanayotganda nafas yo'li halqum qopqog'i orqali yopilib turadi. Qachonki gapirganda bu nafas yo'li ochiladi va tovush hosil bo'ladi. Bordi-yu inson ovqatlanayotgan vaqtda gapirishga urinsa, o'sha vaqtda nafas yo'li ochiladi va yot jism, ya'ni ovqat nafas yo'liga tushib qolishi mumkin. Bunday holatlarda nafas yo'lini yopib qo'yib, inson nafas ola olmay qoladi. Tiqilib qolish holati ikki xil bo'lishi mumkin. Ya'ni to'liq tiqilib qolish yoki qisman tiqilib qolish. Bunday holatlarda birinchi yordam ko'rsatish kerak. Birinchi yordam ko'rsatish ikkita bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda bemorni ikkita kurak orasiga qo'l kafti bilan qattiq 5 marta uriladi. Bunday yordam ko'rsatganda yot jism chiqib bemor nafas olishi tiklanmasa, unda Gemlich usulidan foydalanadi. Gemlich usulida yordam ko'rsatishda bemorni kindigidan pastidan ushlab, ichkariga va yuqoriga 5 marta tortiladi. Agarda bu harakatlar orqali yot jism chiqmasa, harakatlar qayta takrorlanadi. Videoni foydali deb hisoblasangiz, uni boshqalarga tarqating.